2026 yilgi yangi Chevrolet Cobalt yana qaytdi va bu xabar O'zbekistonda ko'plab avtomobil ishqibozlarini xursand qildi. Cobalt yillar davomida oddiyligi, ishonchliligi va arzon xizmat ko'rsatishi bilan mashhur bo'lib kelgan. Yangi 2026 versiyasi shu an'anani saqlagan holda, yanada zamonaviy ko'rinish va qulayliklar bilan taqdim etildi. Tashqi dizayni yangilangan old panjara, zamonaviy chiroqlar va chiroyli disklar bilan boyitilgan. Salon ichida esa sensorli ekran, zamonaviy multimedia tizimi va qulay o'rindiqlar mavjud. Bu avtomobil endi nafaqat ish uchun, balki oila bilan yurish uchun ham qulay. Texnik tomondan 1.5 litrli benzin dvigateli yoqilg'i tejamkorligi va yetarli quvvatni ta'minlaydi. Mexanik va avtomat uzatma variantlari shahar va uzoq yo'llarda qulay haydash imkonini beradi. Xavfsizlik tizimlari ham yaxshilangan bo'lib, kundalik foydalanish uchun ishonchli himoya beradi. 2026 yilgi yangi Chevrolet Cobalt yana qaytdi va bu xabar O'zbekistonda ko'plab avtomobil ishqibozlarini xursand qildi. Cobalt yillar davomida oddiyligi, ishonchliligi va arzon xizmat ko'rsatishi bilan mashhur bo'lib kelgan. Yangi 2026 versiyasi shu an'anani saqlagan holda, yanada zamonaviy ko'rinish va qulayliklar bilan taqdim etildi. Tashqi dizayni yangilangan old panjara, zamonaviy chiroqlar va chiroyli disklar bilan boyitilgan. Salon ichida esa sensorli ekran, zamonaviy multimedia tizimi va qulay o'rindiqlar mavjud. Bu avtomobil endi nafaqat ish uchun, balki oila bilan yurish uchun ham qulay. Texnik tomondan 1.5 litrli benzin dvigateli yoqilg'i tejamkorligi va yetarli quvvatni ta'minlaydi. Mexanik va avtomat uzatma variantlari shahar va uzoq yo'llarda qulay haydash imkonini beradi. Xavfsizlik tizimlari ham yaxshilangan bo'lib, kundalik foydalanish uchun ishonchli himoya beradi. 2026 yilgi yangi Chevrolet Cobalt yana qaytdi va bu xabar O'zbekistonda ko'plab avtomobil ishqibozlarini xursand qildi. Cobalt yillar davomida oddiyligi, ishonchliligi va arzon xizmat ko'rsatishi bilan mashhur bo'lib kelgan. Yangi 2026 versiyasi shu an'anani saqlagan holda, yanada zamonaviy ko'rinish va qulayliklar bilan taqdim etildi. Tashqi dizayni yangilangan old panjara, zamonaviy chiroqlar va chiroyli disklar bilan boyitilgan. Salon ichida esa sensorli ekran, zamonaviy multimedia tizimi va qulay o'rindiqlar mavjud. Bu avtomobil endi nafaqat ish uchun, balki oila bilan yurish uchun ham qulay. Texnik tomondan 1.5 litrli benzin dvigateli yoqilg'i tejamkorligi va yetarli quvvatni ta'minlaydi. Mexanik va avtomat uzatma variantlari shahar va uzoq yo'llarda qulay haydash imkonini beradi. Xavfsizlik tizimlari ham yaxshilangan bo'lib, kundalik foydalanish uchun ishonchli himoya beradi.